Kanada Shimoliy Amerikaning shimoliy qismida, dunyodagi eng katta arxipelag. Kanada Arktika arxipelagida joylashgan. Poytaxti Ottawa shahri. Birlashgan Qirollik dominioni 1931-yilda suveren huquqi berilgan, biroq mustaqillik e'lon qilinmagan. Mamlakatni Birlashgan Qirollik qiroli yoki qirolichasi tomonidan tayinlangan general-gubernator boshqaradi. Aholi soni 41 million kishidan oshgan. Maydoni 9,984,670 km² ni tashkil etadi. Tasavvur qiling, siz 1960-yillarda hali kompyuter texnologiyalari rivojlanmagan davrda yashayapsiz. Siz ishlayotgan vazirlikka davlat tomonidan mavjud tabiiy resurslar to'g'risida umumiy ma'lumot to'plash va shu asosda uning bugungi va kelajakdagi zaxiralarini aniqlash vazifasi yuklatilgan bo'lsin. Albatta, bunday ulkan miqyosdagi ishni bajarish uchun avvalambor ishonchli ma'lumotlar, tajribali mutaxassislar, turli texnologiyalar va ularni tasvirlash uchun juda ko'p miqdorda qog'oz mahsulotlari va eng asosiysi juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Bu masalada eng to'g'ri yechim avtomatlashgan tizim zarur bo'ladi. Bunday tizimning kerakli ekanligini his qilgan davlatlardan birinchisi Kanada bo'lib, o'sha payt davlatning atrof muhitini rivojlantirish vazirligi tomonidan geoaxborot tizimi tushunchasi kiritildi. Keyinchalik esa kompyuter texnologiyalari takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq holda geoaxborot tizimini rivojlantirish davom ettirib kelinmoqda. Geoaxborot tizimining asosiy vazifalari bu fazoviy ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash orqali avtomatlashgan raqamli ma'lumotlar bazasini yaratish, uni kelgusida tahlil qilish va bosmaga chiqarish uchun saqlashdan iborat. Tizimning asosiy maqsadi Kanada yer resurslari inventarizatsiyasini o'tkazish va shu asosda yer resurslarining mavjud holati va kelajakdagi potensialni aniqlashdan iborat edi. Kanadaning kadastr tizimini ildizlariga nazar soladigan bo'lsak, 1763-yildagi qirollik deklaratsiyasida mavjud bo'lib, Britaniya hukmronligi ostida mahalliy aholining yerga bo'lgan huquqlarini boshqarishning boshlanishi belgiladi. 1867-yilgi konfederatsiya mustamlakachilari samarali joylashtirish uchun ushbu tizimni yanada rivojlantirdi. Bunda yer huquqi shartnomasi dasturi mahalliy aholining tarixiy shartnomalari bo'yicha o'zlariga tegishli bo'lgan yerlarni olishini ta'minladi. Kanadada kadastr ma'lumotlari Kanada tabiiy resurslari orqali federal hukumat tomonidan boshqariladi. U mulk chegaralari va egalari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Kadastr tizimining asosiy maqsadi yerga egalik qilishning aniq chegaralarini ta'minlash, nizolarni kamaytirish va iqtisodiyotni yaxshilash uchun hukumatga soliqni boshqarishda yordam berishdir. Shuningdek, u mahalliy aholi guruhlari uchun yerlarni joylashtirish va boshqarishni qo'llab-quvvatlaydi. Kanada Rossiyadan keyin ikkinchi yirik davlat. Bu ulkan sharsharalar, go'zal ko'llar va daryolar, ulug'vor tog'lar, yorqin muzliklar hamda 35 ta milliy qo'riqxonalar, istirohat bog'lariga, noyob flora va faunaga boy ajoyib mamlakatdir. Xalqda yana bir jumla mashhur: Kanada chinorlar mamlakati.